Assalomu alaykum hammaga. Mana geli ko'p kelganimizda ko'pchilik ishqiboz bo'ladi buni rangiga, tegi, buni matoviy, o'rtasi mana kaputlari, glянцевый, потолок ham полный matoviy. Navorotlari полный full mashinamiz, ana G knopkali, lегкий dostuplarimiz ham bor bunda. Ichlariga o'tadigan bo'lsak, karbon fiber, rombik сиденье, manufaktura отделка, подстаканчик, isitadi, sovutadi. 4D Burmester, rullari Alcantara, A22lari ham hattoki bor. Mashinamiz полный full tayyor turibdi. Rastamojenniy 25 yangi mashina. Shunda oformit qilib beramiz. Toza qora xohlaganlar yangi diskada bunisi ham bor. Tayyor turibdi. Buni ham navorotlarini ko'rsatib o'taman. Lегкий dostupi bor, G knopkalari mana bunda ham bor. Rombik сиденье, karbon fiber, bu yerda faqat Alcantara ruli yo'q, karbon yo'q rulida. Atak deyarli navoroti, buni ham yaxshi 4D Burmesterli. Narxiga keladigan bo'lsa, bu mashinamizning narxi 333 ming, tayyor yangi 0.25 без пробег, bunisi 363 ming. Buni rangini o'zi kamida 20 ming yevro farq qiladi zakaz qilganga. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar.